Qisib o'tirsa-da Jamshidbek. Molni joyiga bog'lash kerak. Molni boqishni birinchi o'rganish kerak. Axlatni ham hidini yo'qotsa bo'ladi, yeyishni ham tayinli qilsa bo'ladi. Uni yaxshigina o'zgartirsa ham bo'ladi. Yana ukolmi deysizmi? Aslo yo'q. Ukolsiz ham bu ishni amalga oshirsa bo'ladi. Yo'q, aka, bu bedadan boshqa narsani yemasa bo'lishi mumkin emas aka. Hattoki go'ngini hidini ham Bo'lishi mumkin Jamshidbek. Buni Vitalmax degan multivitamin, aminokislota, minerali bor ichida. Germaniya mahsuloti. Buni berish tartibi bitta molga agar kunjara yoki kepakni o'tib beradigan bo'lsangiz, bir mahaliga 5 grammdan qo'shib doimiyga bersangiz ham bo'ladi. Gipervitaminoz degan narsa bo'lmaydi. Qolgan vitaminlar organizmga 30%, 40% singisaga 100% gacha singiydi. Buni firmasi javob beryapti. Go'ngaga keladigan bo'lsak, bu dorini tarkibidagi xelatlashgan aminokislota va minerallar organizmga to'laqonli singish natijasida, hazm jarayonini yaxshilash natijasida axlatdagi ammiak gazining hidini butkul kesib beradi. Agarda siz yemni quruq beradigan bo'lsangiz, xohlasangiz buni yemiga qo'shing, xohlasangiz ichimlik suvi bilan 5 ml dorini 20 litr ichimlik suvi bilan birgalikda qo'shib bersangiz bo'ladi.